Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamdlar bo'lsin, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Sizlarga biz bilan birga qilayotgan ezgu sa'y-harakatlaringiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ayniqsa, biz G'azo markazida yashayotgan og'ir sharoitlarda bu yordamingiz juda katta ahamiyatga ega. Alloh sizlarni yaxshilik bilan mukofotlasin, jamoangizga baraka bersin. Sizlarga chin qalbdan tashakkur aytamiz. Biz G'azodan turib, ummat birligi jamoasidagi birodarlarimizga uzoq davom etayotgan urush davomida ko'rsatgan yordamlari uchun alohida rahmat aytamiz. Alloh ularni asrasin va yaxshilik bilan mukofotlasin. O'zbek birodarlarimiz jamoasiga ham rahmat. Yordamlaringiz kundan kunga ziyoda bo'lsin. G'azodan turib sizlarga chin yurakdan katta rahmat deymiz. Inshaalloh Alloh barchangizni yaxshilik bilan siylasin. بارك الله فيك يا شباب الأوزبك وننصركم إن شاء الله يا رب عمل عداك ويستر طريقكم ويجعلكم زايد لزايد كمان. شكرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك Alloh taolo Iso bin Maryam tilidan shunday degan: Men tirik ekanman, namoz va zakotni ado etishga buyurildim. Bizga birodarlarimiz tomonidan zakot mablag'lari yetib keldi. Ushbu mablag'lar muhtoj oilalarga, ko'chirilgan, ya'ni muhojir insonlarga, eng ko'p ehtiyojmandlarga hamda kasallarga tarqatilinadi. Hozir Allohning izni bilan bu yordamlarni tarqatishni boshlaymiz. Qilgan sa'y-harakatlaringiz muborak bo'lsin. Alloh sizlardan bu sadaqa, zakot va barcha ibodatlaringizni qabul qilsin. Barchangizga hayit muborak bo'lsin. Barcha olamlarning Parvardigori Allohga hamdlar bo'lsin. تخفي يمينك بذلها وغدا ينالك ظلها وغدا ستدنو جنة للمحسنين فمن لها أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا هذا عطاؤك أثمر في كل سنبلة